millionlab pulni kursiga sarfladim. Birinchi natijani juda uzoq muddatda ko'rdingiz. Har bitta insonning hayotiy tajribasi, olish ko'nikmalari hammasi har xil. Siz kurs bitirdingiz va sizda hech kim ishga olmayapti. Tasavvur qiling, 70 ta rad javobi turibdi. Birinchisi tekinga bo'lsa ham ishlang. Tajriba bu yillar emas, tajriba bu tajribalar soni. Bittasi umuman kadrni tepadan olib, har xil narsalarni sinab ko'rishdan qo'rqmang. Akam doim aytardilar, "Men zo'rman degan kuning sen o'lgan bo'lasan" deb. Marketingda 4 yildan beri ishlab, juda ko'p xato qildim. Vaqt tejayman deb ba'zi ishlarim umrimni uvol qildi va millionlab pulni kursiga sarfladim. Bu videoda 4 yillik, ya'ni content marketingda va ssenaristlikda 4 yillik to'plagan tajriba va xulosalarimni bitta videoda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Video kimlar uchun deydigan bo'lsa, asosan 3 turdagi insonlar uchun bo'ladi. Demak, birinchi tur deydigan bo'lsa, ssenaristlikka qiziqadi, lekin ma'lum bilimlar bor, lekin ishlab ko'rmagan yoki kursda o'qib ko'rmagan, shunchaki qiziqadi. Ikkinchisi nima deydigan bo'lsa, ikkinchisi bu sohada kurs o'qidi, ma'lum tajribasi ham bor va oylik ozgina ishlashni ham boshladi yoki hozir loyiha qidirish etapida. Uchinchisi esa bu tajribalilar uchun, ya'ni siz ssenaristlikda kurslar o'qigansiz, ko'p balki loyihalarda ham muvaffaqiyatli keslaringiz bordir. Aynan shular uchun. Ya'ni har bir mana shu kategoriya insonlar uchun ma'lum 2-3 tadan maslahat ko'rib chiqamiz. Demak, boshlaymiz. Birinchisi bu ssenaristlikka endi qiziqayotganlar uchun. Sizga bu soha qiziq, qayerdadir ko'rib qolgansiz va endi o'sha sohada ishlab ko'rmoqchisiz yoki o'sha sohada kurs o'qimoqchisiz, lekin nimadan boshlashni bilmaysiz yoki kimga borib kimdan o'qishni ham bilmaysiz. Shunaqa insonlarga nima tavsiya qilaman deydigan bo'lsa, eng avvalo tekin resurslardan boshlang. Nimaga deydigan bo'lsa, avvalo oylik siz millionlab kimlardandir qarzlar olib o'sha ishni boshladingiz. Boshlaganingizdan keyin oylik bu soha siz uchun to'g'ri kelmas ekan. Yoki oylik siz birinchi natijani juda uzoq muddatda ko'rdingiz. Hamma har natijaga hamma har xil etapda kelib chiqadi. Ya'ni oylik $5000 kurs bor. $5000 kursda agar 20 ta inson o'qib chiqqan bo'lsa, 20 tasida bir xil natija bo'lmaydi. Nimaga deydigan bo'lsa, har bitta insonning hayotiy tajribasi, olish ko'nikmalari hammasi har xil. Va undan shundan kelib chiqqanimizdan keyin ham doimo biz har doim kursdan ayblamaymiz. Xato o'zimizda bo'lib chiqishi mumkin. Xato o'zimizda demaylik, ya'ni o'zimiz o'sha kursdan qanaqa qilib o'zimizga mos uslubda olishni bilmaganmiz yoki-da ustoz aynan sizga to'g'rilab bera olmagan. Shu ikkita misoldan bittasi bo'lishi mumkin. Endi qaysi odam yutib chiqadi deydigan bo'lsa, minimum imkoniyatlardan maksimum foydalangan. Garvard, adashmasam, Garvard universitetini ham eng o'sha darsliklarda o'quvchilarga beradigan ma'lumotlarni hatto YouTube'ga chiqarib qo'yibdi, lekin odamlar ko'rmaydi. Yoki juda qanchadan qancha marketing bo'yicha, ssenaristlik bo'yicha kurslar bor, YouTube'da videolar bor, podkastlar bor. Masalan, anaqa Telegramda zo'r bloglar bor. Bitta masalan ssenarist blogiga kirib, shuni daftar ruchka olib, to'liq konspektlashtirib o'qib chiqadigan bo'lsangiz ham ancha-muncha ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, birinchi xulosamiz nima bo'ldi deydigan bo'lsa, birinchi xulosamiz avvalo eng tekin resurslardan minimum imkoniyatlardan maksimum foydalanishga harakat qiling. Mana endi sizda tajriba, ya'ni ma'lum tushunchalar paydo bo'ldi va endi agar siz kursga boradigan bo'lsangiz, siz nol bo'lmaysiz. Buni bilasizmi, nimaga solishtirsa bo'ladi? Mana birinchi sinfga o'quvchi keldi. Birinchi sinfga masalan 30 ta o'quvchi kelgan bo'lsa, 30 tadan agar 5 tasi 0-sinfda o'qigan bo'lsa, tayyorlov sinfida. U birinchi sinfga kelganda boshqalardan osonroq ilg'ab oladi. Boshqalardan oldinroq bo'ladi, sinfida lider bo'ladi va ma'lumotlarni o'zlashtirish ham oson chiqadi. Xuddi shunaqa, agar siz kursga 0 bo'lib boradigan bo'lsangiz, u kursda to'g'ri bilim olmaysiz demayman, lekin agar fundament bilan borganingizdan masalan farqi ancha katta bo'ladi. Endi keyingisi birinchi natijagacha sabr qilish. Masalan, oylik siz o'sha tekin ma'lumotlarni oldingiz, pul to'pladingiz va kursda o'qishni boshladingiz. Balki o'sha kursda o'qish uchun uydagilaringiz yoki yaqinlaringizdan rosa qiynalib o'sha pulni olgandirsiz. Va endi nima deydigan bo'lsa, birinchi natijaga sabr qilish. Odatda sabr qilish qiyin kechadi. Tabiiy insonmiz, chunki biz sabrsizmiz, shoshqaloqmiz. Bizga hamma narsa tez, oson, qisqa muddatda va qulay holatda, komfort holatlarda bo'lishi kerak. Shunda bir zo'r mindset bor. Sizlarga shuni ham o'rgatib qo'yaman. O'sha mindset bilan agar ish boshlasanglar yoki har qanaqa ishga kirishadigan bo'lsanglar, ancha ishinglar oson bitadi. U qanaqa mindset deydigan bo'lsak, oylik mana siz kurs bitirdingiz va sizda hech kim ishga olmayapti. Hammadan rad javobi kelib turgan paytda siz o'zingiz uchun limit qo'yib oling. Oylik mana siz
bitta nuqta tutgan bo'lsangiz va sizni eng birinchi muvaffaqiyatli ishingiz, siz orzu qilgan ish, mana o'rtanglarda olaylik, tasavvur qiling, 70 ta rad javobi turibdi. Ya'ni 70 marta sizga kompaniyalar, har xil brendlar yoki har xil odamlar rad javobini beradi. Yo'q, sen bilan ishlamayman, yo'q, seni shogird olmayman, yo'q, seni o'qitmayman. Va har bitta rad javobi sizni bitta o'sha muvaffaqiyatli keysingizga yaqinlashtiradi. Ya'ni sizni o'sha orzungizdagi ishga yaqinlashtiradi. Balki qaysidir joyda sizga ha javob o'rtada kelib qolar, ha deyildi, lekin nimadir o'xshamatda ishdan chiqib ketib qoldingiz. Ishdan chiqib ketganingizda ham xafa bo'lmang. Demak, men hali mana bunga hali yaqinlashmabman degan fikrlash bilan borish kerak. Ya'ni har bitta rad javobi sizni masalan 68, 67, 65, 63 50 qilib o'sha orzungizdagi ishga yaqinlashtirayotgan bo'ladi. Shunaqa agar fikrlash bilan boshlaydigan bo'lsangiz, Xudo xolasa sabr qilishingiz ancha oson ketadi va muvaffaqiyatsizliklarni yengish nisbatan yengilroq bo'ladi. Endi yana bitta uslub bilan bo'lishib ketaman. Birinchisi, tekinga bo'lsa ham ishlang. Ya'ni nimaga deydigan bo'lsa, har qanaqa zo'r o'zingiz orzu qilgan ishxonaga ishga kirmoqchimisiz, sizga o'shanda portfolioing bormi deydi. Portfolioing bormi deganda nimanidir ko'rsata olishingiz uchun tekinga bo'lsa ham kimnidir qo'lida ishlab, o'sha portfolio yig'ish uchun bo'lsa ham zo'r nimadirlar qilishingiz kerak. O'shanda mana haqiqiy orzungizdagi ishga borganingizda portfolioing bormi deganda ko'rsatishga narsangiz bo'ladi. Demak, ssenaristlikka qiziqayotganlar va ishni nimani boshlashni bilmayotganlar bo'limini tugatib, ikkinchi bo'limga, ya'ni siz kurslarni o'qidingiz, ma'lumotingiz bor, balki qaysidir loyihada ishlashni boshlagandirsiz yoki endigina loyihalardan taklif tushgandir va siz o'sha qo'rquv bo'ladi, ishonchsizlik bo'ladi. O'sha vaziyatlarda nima qilish kerak, shu haqida gaplashamiz. Birinchisi, ishonchni, ya'ni samatsenka deydi ruslarda, ishonchni oshirish, ya'ni buni ustida ishlash kerak. Buning uchun nima qilamiz deydigan bo'lsak, men o'zim qo'llagan uslubim bor. Ya'ni qachon o'zim uchun bitta kanal ochib qo'yganman. Faqatgina o'zim borman u kanalda. Kimdir qachonki meni qaysidir ishimni, qaysidir ssenariyimni, yozgan matnimni maqtasa, o'sha kanalga skrinshot qilib tashlab qo'yaveraman. Va ora-orada o'zimga ishonchim tushib ketganda yoki o'zimni yomon his qilganimda, mana shu kanalni shunaqa ochamanda, o'sha kanaldan sekin o'qishni boshlayman. O'qiganimda bu menga, ha, sen o'ylaganingdek qo'rqinchli ahvolda emas ekansan, sen nimadir qila olar ekansan degan hisni menga beradi. Demak, keyingi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu nima deydigan bo'lsak, formatlarga e'tibor berish. Ya'ni tajriba bu yillar emas, tajriba bu tajribalar soni. Bu nima degani deydigan bo'lsa, agar siz bitta formatdagi ishni 10 ta qilsangiz, bu siz bittagina urinish qildingiz degani. Agar siz 10 xil formatdagi ishni qilsangiz, siz 10 xil urinish qildingiz degani. Buni misol tariqasida agar keltiradigan bo'lsak, olaylik, sizda target videosi bor. Men targetim lidlar qimmat, mijozlar kelmayapti, shuncha reklama qilamiz, natija yo'q, sotuvlar bo'lmayapti deb o'tirsangiz, undan foyda yo'q. Olaylik, sizning target videolaringiz 100 ta target video oldingiz, 100 tasini ham targetga yo'q qildinglar va natija bo'lmayapti. 100 ta videodan masalan oshirib yubordim 100 ta deb, masalan 20 ta, 30 ta deylik yoki 10 ta deylik va o'sha 10 talar hammasi bitta joyimda o'tirib gapirilgan bo'lsa, tabiiyki natija bo'lmaydi, chunki u bitta format. Bitta format nima degani? Bitta urinish degani. Endi bunda nima qilishimiz mumkin deydigan bo'lsa, bittasini o'tirib gapirib, bittasini yurib azvuchka qilib, bittasini bilmadim nimadirlar hook, faqatgina so'z emas, holatlar ham qo'shib, yana qaysidir umuman qo'shimcha birga dialog qilib turib, bittasini umuman kadrni tepadan olib, ya'ni har xil qilsangiz, bu o'sha 10 xil format degani. Endi demak tushunib oldingiz, har xil narsalarni sinab ko'rishdan qo'rqmang. Agar o'xshamasa, hech kim sizni borib, masalan, Instagramda agar neto narsa chiqarib qo'yadigan bo'lsangiz, albatta bu qadriyatlarga qarshi narsalarni men nazarda tutmayapman. Agar prosmotri kam video chiqarib qo'ysangiz yoki axbati past bo'ladigan storieslarni o'sha ssenariy yozib qo'yadigan bo'lsangiz, Instagram politsiyasi kelib sizni olib arest qilib olib ketib qolmaydi. Ya'ni bu siz uchun tajriba bo'ladi. Ha, keyingi safar buni qilmayman. Ha, keyingi safar mana shu narsani qilaman. Ya'ni o'xshamagan narsalar biz uchun yaxshi. Nimaga deydigan bo'lsam, muvaffaqiyatga erishilib, uni tahlil qilmagandan ko'ra muvaffaqiyatsizlikka erishib, tahlil qilingan narsa bizga ko'proq bilim beradi, ko'proq foyda beradi. Shunaqa agar mindset bilan qaraydigan bo'lsak, ancha yengilroq bo'ladi. Endi 3-chi turdagi insonlar kim deydigan bo'lsa, sizlar zo'rsizlar, sizlarni zo'r loyihalar bor, sizlarni
nima desam, tajribangiz bor, sizlar kursida o'qigansizlar va sizlarda mijozlar ya'ni bor. Varonkani o'zidan, ya'ni bir-biriga tavsiya orqali mijozlar ham bor. Bunaqa insonlarga nima tavsiya qilardim deydigan bo'lsa, sanab o'tgan har bitta bosqichimdan o'zim o'tib chiqaman va hozir berayotgan tavsiyalarim ham aynan o'zim boshimdan o'tkazganlarim. Chunki bu narsani, ya'ni tajribani qayerdadir o'qib ola olmaysizda, ya'ni o'zingiz buni yashab o'tasiz, o'zingiz xulosa chiqarasiz va o'zingizni boshingizga kelib, boshingiz devorga uriladi dedi-yu, xuddi shundan kelib chiqib hozir men sizlarga aytib beryapman. Demak, o'sha unaqa holatlarda nima deydiganda, birinchi o'rinda sizga yoqsa yoqmasa buni aytaman, kibrlanmaslik. Ya'ni men zo'rman degan holatga bormaslik. Nimaga deydigan bo'lsa, akam doim aytardilar, men zo'rman degan kuning sen o'lgan bo'lasan deb. Ya'ni o'shanda sizga tasavvur qiling, yaxshigina topishni boshladingiz va sizga mijozlar qator murojaat qilishyapti. Bu sizni zo'rman degan tushunchaga borib qolsa, siz albattaki o'zingiz ustingizda ishlashni to'xtatasiz. O'zingiz ustingizda ishlashni to'xtatingiz degani nima deydigan bo'lsa, bo'ldi, siz hozir bilinmasligi mumkin, no 1 yildan keyin siz o'sha darajangizda bo'lmaysiz. Chunki hozir ma'lumotlar yangilanadi, bilimlar yangilanadi, insonlarning talab va takliflari o'zgaradi. Unga qarab agar siz ham o'smasangiz, bir kun o'sishdan to'xtasangiz, agar bir kun bo'lsa ham o'zingiz ustingizda ishlamasangiz, bir kun bo'lsa ham sohangizga oid video ko'rmasangiz, 2 qator kitobda nimadir o'qib qo'ymasangiz yoki nimanidir borib tahlil qilmasangiz, bilim olmasangiz sohangizga oid, bo'ldi, siz hozir siz yo'qotayotgan bir kunda sizni nishangizda, sizni sohangizda yurganlar nimadirlar qilib qo'ydi. Ya'ni siz bo'ldi orqada qoldingiz degani. Men oylar haqida gapirmayman, men haftalar haqida gapirmayman, men bir kungina haqida gapiryapman. O'sha bir kun tabiiyki orqasidan ikkinchisini yetaklaydi, ikkinchisi uchinchisini yetaklaydi. Bu shunaqa davom etaveradi. Demak, birinchi tavsiyam bu kibrlanmaslik. Ikkinchi tavsiyam nima degan bo'lsa, loyihaga berilib ketmaslik. Ya'ni agar mana shu loyihani hozir ishlamasam, mana shu loyihani hozir olmasam, hayotim davomida bunaqa zo'r loyiha olmayman, bunaqa zo'r meni yo'limdan chiqmaydi degan tushunchadan yiroq bo'lish. Nimaga deydigan bo'lsa, o'zimizda bir gaplar bor. Men bu loyihadan hozir quruq qolsam, butun hayotimdagi eng zo'r loyihani qo'ldan chiqargan bo'laman deydigan loyihangizdan har 2 oyda bitta chiqib turadi. Xavotir olmanglar. Bu yerda nimaga e'tibor berish kerak deydigan bo'lsak, men nimani tarafdorman? Bitta yo'nalish tanlang. Agar siz ham oziq-ovqatda, ham ta'limda, ham sportda, ham bilmayman, beauty anaqada har xil yo'nalishlarda bitta vaqtda o'zida ssenarist bo'lib ishlaydigan bo'lsangiz, yoki marketingni qiladigan bo'lsangiz, kontent yo'nalishida ishlaydigan bo'lsangiz, siz hammasida o'rtacha bo'lasiz. Bitta yo'nalish tanlang. Ta'lim bo'ladimi u? Meditsina bo'ladimi? Beauty yo'nalishi bo'ladimi? Nima yo'nalish bo'lmasin, sport bo'ladimi? Bitta yo'nalish tanlang, o'shanda eng zo'r bo'ling. Siz 10 ta yo'nalishda ishlab o'rtacha mutaxassis bo'lganingizdan ko'ra bitta yo'nalish tanlab, o'shanda eng zo'ri, eng topib bo'lsangiz, ko'proq pul topasiz va natijaga chiqish yillaringiz, vaqtingiz tejaladi. Meni o'zimning boshimda o'tgan, ya'ni juda ko'p loyiha chiqqanda men hayajonlanib qolganman. Voy, hozir 5 ta loyiha chiqqan bo'lsa, $500 oladigan bo'lsam, shuncha pul bo'ladi deganman. Yo'q, hayotimda baraka bo'lmagan. Nimaga baraka bo'lmaydi degan bo'lsa, siz avvalo o'rtacha mutaxassissiz, ikkinchidan bor fokusingizni berib ishlab qila olmaysiz, uchinchidan nima deydigan bo'lsa, siz o'sha 5 ta loyiha bergan vazifalarni to'g'ri bajarayotgandirsiz, lekin o'rtacha ish qilib berganingizdan keyin siz uni berayotgan haqqini to'liq ado qilmayapsiz degani. To'liq ado qilmaganingizdan keyin u qanaqa qilib pulingizda baraka bo'lsin, qanaqa qilib vaqtingizda baraka bo'lsin, bo'lmaydi. Men nima tarafdoriman deydigan bo'lsa, bitta loyiha tanlang, 2 ta loyiha tanlang, mayli uzoqroq. Men bitta tarafdoriman baribir. O'shani zo'r qiling. Shunaqa zo'r qilingki, u portfolioyingizni ko'rgan odam kino ko'rgandek bo'lsin. Shunda siz ma'lum vaqti keladiki, u loyihadan baribir uzilishga to'g'ri keladi. Uzilishga to'g'ri kelganda siz bemalol boshqa o'shanga mosroq loyiha tanlay olasiz. Xo'p. Keyingisi bilimni delegatsiya qilish. Ya'ni mana shu vaqtga kelib sizda ancha tajriba yig'ilib qolgan bo'ladi, berishga nimadiringiz bo'ladi. O'shanda shogirdlar chiqarish, jamoa shakllantirish, jamoani ham o'zingizning qadriyatlaringizga mos, nimadir o'rgandingizmi o'rgating. Nimaga deydigan bo'lsa, ilm bu molga o'xshaydi. Ya'ni mol deganda men hayvonni nazarda tutmayman, ya'ni mol davlatni nazarda tutaman. Mol sarflangan sari kamayadi, ilm esa sarflangan sari ko'payadi. Shuni hisobga olgan holda nimadir o'rgandingizmi qizg'amang. Masalan, men yaqinda $1,500 kurs oldim va o'sha kursdan o'qigan narsamni, o'rgangan narsamni yo'l-yo'lakay hammaga o'rgatib ketyapman.
u do'stingiz bo'ladimi yo Telegramda bitta o'zingiz uchun kanal ochib qo'yasizmi? Nima o'rganadigan bo'lsangiz, uni ulashib boring, o'rgatib boring. Ya'ni yana bitta zo'r narsa bor, nima bilishimni bilib oldim degan tushuncha bor. Ya'ni siz o'rgatganingizda rostagimga bilib olasiz va yana muhim ko'nikma bor. Juda ko'p insonlar, hozir foizi esimda yo'q, bilgan narsasini og'zaki tushuntira oladi. Undan ham kam foiz odamlar yozma tushuntira oladi. Shuning uchun ham yozma tushuntirish ko'nikmasini ham rivojlantirsangiz sizdan zo'ri bo'lmaydi. Va keyingisi portfolio qiling. Ya'ni Telegramda kanal ochib qo'yasizmi? Men Telegramda o'zim ham shaxsan Telegramda qilganman. Xohlasangiz saytda qiling. Agar dizayner tanishlaringiz bo'lsa yoki dizaynerlikdan xabaringiz bo'lsa ham portfolio yig'ib boring. Bu sizni pasportingizga o'xshagan narsa bo'ladi. Ertaga kimdir shunaqa ko'rib chiqsa, sizni kimligingizni bilib ola oladi. Demak, qisqacha shular haqida gapirmoqchi edim. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, izohlar yozib qoldirsanglar, faqat uni o'qib xursand bo'laman. Keyingi davomiy videolar qo'yib borishga bu ilhom bergan bo'lardi. Bundan keyingi sonlarimizda nima haqida gaplashamiz deydigan bo'lsa, reklama tahlili qilamiz sizlar bilan. Uni o'tkazib yubormaslik uchun esa obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmanglar.